Quyon boqishga qiziqasiz, lekin nimadan boshlashni bilmaysiz. Nech pul ketishini ham bilmaysiz. Quyonni qanday ko'paytirishni ham bilmaysiz. Undan o'zi foyda bormi, daromad qilsa bo'ladimi deydiganlar uchun, quyon boqishga qiziqadiganlar uchun maxsus video. Assalomu alaykum, azizlar, sizlar bilan Alla Quyonchi. Bugun gapirib bermoqchi bo'lgan mavzuyimiz quyonchilikni qanday qilib boshlasa bo'ladi, nech pul bilan boshlasa bo'ladi va daromad va foyda o'rtasidagi ba'zi bir tushunmovchilik. Ko'p odamlar buni bitta narsa deb tushunadi, ya'ni quyondan daromad qilish va undan foyda olish. Bu o'zi ikkalasi ikkita narsa, shuni tushunib olinglar. Qaysidir ma'noda bitta narsa, lekin bu o'zi aslida ikkita xil tushuncha. Shundan boshlaymiz. Daromad deganda endi quyonni sotib, undan foyda ko'rishingizni aytamiz. Uni pulga aylantirish, quyonni pulga aylantirishni daromad desak bo'ladi. Lekin foyda deganda quyonni go'shti sizga foyda bo'lishi mumkin. Go'shtini tan narxi arzonroq bo'lishi sizni foydangizga bo'lishi mumkin. Va quyonlarni boqib boyaga aytganimizdek daromad qilishingiz mumkin. Mana shu uchta narsa bo'ladi. Foydasi, go'sht yo'nalishidagi quyonlarni boqadigan bo'lsangiz, go'shti sizga arzonroq tushadi. Yemini sotib olib bersangiz ham, yemini puliga sotib olib bersangiz ham arzonroq tushadi. Chunki hozirgi paytda 6000 so'm turadi. Yaxshi yem, men yaxshi yem haqida gapiryapman. Uni ko'chada 5000, 5500 mingga sotayotgan yemlar haqida gapirmayapman yoki bir qopi 25 kilolik, 20 kiloligi 2000, 200 ming, 180 minglik yemlar haqida gapiryapman. U yemlarni men ishlatib ko'rmaganman, to'g'risi. Lekin 6000 lik yemni ishlatib ko'rganman. O'shani effekt haqida gapirmoqchiman. Xo'p, undan qanday foyda qilsa bo'ladi desa, bitta quyonni misol uchun xikol quyonni misolida aytaman. Keling, mana shu yerda men xikollarni ko'rsatib o'tay. Mana shu quyonimiz xikol quyonlari hisoblanadi. Bu quyonlarimiz xikol misolida aytadigan bo'lsa 8 tadan 12 tagacha qoladi. Sizga 8 tasini olamiz. Odatda 10 tacha, 12 tacha bola katta qiladi bular. 8 ta bolasini olsak, 8 tasi 3 oylik bo'lguncha kelinglar, men sizga hozir живой ko'rsatay vesini. 3 oylik quyonimiz emas. 8 ta quyonimiz 3 oylik bo'lguncha 8 kilo 10 kilo yem yeydi. Ya'ni birinchi oyda onasi bilan turadi, yem yemaydi. Qaranglar. Ama 28-may kuni tug'ilgan quyon. Hozir video olayotgan paytimda число 23. 23-avgust. Ya'ni 5 kundan keyin mana shu quyonimiz roppa-rosa 3 oylik bo'ladi. 90 kunlik deylik. Endi o'rtadagani 31 nimalarni hisoblamaymiz. Bu yerda mana bu quyon va mana bu quyon. Bu quyonlarimiz kichkina, mana 18-iyulda tug'ilgan quyonlarimiz. Bu quyonimiz invalid. Bitta oyog'i ishlamaydi, bitta qo'li ishlamaydi, mana tura olmaydigan quyon mana. Tagidan ham ma'lum. Bitta oyog'i lat yegan. Lekin ana bu quyonimiz, buni sherigi, buni tupa tuzuk. Hozir ana shu quyonni vesini ko'rsataman sizlarga. Mana shu quyonimizning vesi minus 100 gram, 100 gram ekan. Mayli, hech narsa qilmaydi. Boyagi 100 gram bilan 2 kilo 760 deymiz. 2 kilo 760 3 oylik quyonimiz 0 qildik. Yana qayta tashlaymiz. 800 ekan qarib. 600 760 deylik. Xo'p, bu qarib 3 oylik quyonimiz. Buni so'ysa teng yarmi go'sht bo'ladi. Teng yarmi go'sht bo'ladi. Bu 5 kun davomida hali ancha-muncha ves oladi. Ancha-muncha emas. 3 kiloning tagiga borib qoladi, chunki 45 kilo, 35 gram, 45 gram kuniga nima oladi? Ves oladi bular. Shuning uchun
2 kilo 900, 3 kiloga yaqinlashib qoladi. Ana shu 1,5 kilo go'sht beradi. Sizlarga 1 kilo 300 deylik. 1 kilo 300 go'sht beradi. 10 kilo yemingizni yesa, 10 kilo yemaydi, 9 kilo yeydi. Ana shu quyonimiz 60 ming so'm bo'ladi. 10 kilo desak, 60 ming so'm bo'ladi. Endi 60 ming so'mga 1 kilo 300 gram go'sht bo'lyapti. 8 ta quyonimizni endi hisoblab qo'yaverasizlar. Necha kilo bo'ladi? 10 kilo 400 bo'ladimi shunda? Plus minus 10 kilo 400, 420 ming so'mga bo'ladi. 40 ming so'm, 45 ming so'mdan kilosi tushyapti. O'zingizlar boqsanglar. Yem sotib olib 6 mingdan. Bu foydasi deyiladi. Endi mana shu quyonlarni sotishimiz mumkin. Mana kichkina quyonlarimizni 100 ming so'mdan, 85 ming so'mdan optimga sotamiz. O'ntadan kam bo'lmagan odamlarga 85 ming so'mdan sotamiz. Shuni hisobiga bu quyonchalarni o'zi ham ular endi daromadga kiradi. Endi o'ylamanglar, shuni quyonni olib ikkitasini tashlab qo'ysam, sirasi daromadga chiqib ketaman deb. Quyon kam ham tug'adi, ko'p ham tug'adi. Lekin ba'zi bir holatlar bo'ladi, quyonlarimiz nobud bo'ladi. Kasallikdir, joy almashtirishdir. Misol uchun mana shu yerda 3 ta quyoncha. Mana bu yerda vobshe 2 ta quyoncha. Bitta ona quyondan 2 ta quyoncha. Bunaqa jihatlari ham bor. Shunisiga e'tibor berasizlar. Har doim emas, endi bo'lib turadi. Buning sabablarini nima o'zim bilaman, chunki hozir aytaman. Shunday quyon tug'di, yana bir marta qochib qoldi-da. Shuni hisobiga 2 tagina bola, 5 ta bola tug'di, ularni nobud bo'ldi. Shunaqa gaplar. Endi quyonxona tashkil qilishga qancha pul ketadi deganlarga bitta qafas sotib olish kerak bo'ladi. Mana bunaqa qafas sotib olsangiz ham bo'ladi. Tayyor qafaslarni tavsiya qilaman, lekin pul kam bo'lsa, mana boshida men o'zim pulim kamligi uchun qafas yasattirganman. Bitta mana uning qafasini puliga men shuncha qafaslarni yasattirganman. Boshida quyonlarimni mana bu yerda tug'dirganman. Bu o'rtasi bo'linadigan edi, mana taxtasi turibdi, ana quyon kredit chiqdi qilish uchun mana shu yerga qo'yilardi. Bu tomon roddomchasi edi. Bu tomon quyon yashaydigan joy. Mana shu yerda 4 ta ona quyonga joy edi. Hozir esa 8 ta, 10 ta qo'yganim yo'q, lekin bolalikda qo'yamiz. 8 tacha quyon saqlaydigan joy bu yer. Har biri 8 ta. 32 ta quyon ketadi. Bu yerda sametslar turadi, bitta samet. Lekin buni ham o'rniga 8 ta yoki 10 ta quyon saqlasam bo'ladi. Bu kattaroq. Bu yer ham xuddi shunaqa. Mana bu qafaslarni afzalligi joyni kamroq oladi, ixchamroq, lekin joy torroq. 1,5 ming so'mga, 1,5 millionga olganman mana uni. Buni yana bir tomoni suvni alohida qilib qo'ysanglar bo'ladi. Mana bunaqa shlankaga suv qilib, sistema qilib, buni podключить qilmaganman. Ovqatini qo'yib qo'ysanglar bo'ladi. Bu qafaslarga alohida mana bunaqa narsa olishinglar kerak, paylka olishinglar kerak yoki nipelnik olib bakalashkada yasab qo'yishinglar mumkin. Bu yerda ham lekin sistema qilaman degan joyim bor. Endi mana bu qafaslarni oladigan bo'lsak, bu qafaslar sal kattaroq. 2 etajli deyiladi bu. Ana o'rtasida ikkinchi etaji bor. Keyin bularni ham shunaqa sistema qilganman. Bularni mana bu bittasi 300 ming so'm, 250 ming so'm turadi. Bitta xonasi. Bu minimum 4 taligini ko'rganman. Keyin 6 talik, 8 talik ketadi. Bu 8 taligi 2 ta. Shunaqa qilib hisoblab olasizlar. Suvni hisoblaysizlar. PVH ma qanaqa truba deydi? Plastmassaviy trubadan suv o'tkazganmiz. Buni ham uchida nipel bor. Bakalashkani uchiga qo'yganimizdek. Mana uchini ham ko'rsataymi? Mana bunaqa narsa bor. Bu narsa bakalashkaga ham qotiriladi. Mana hozir kakras bakalashka qapog'ida bor. Lekin mana shu narsani nimaga qotirsa ham bo'ladi? Trubalarga tozalab, albatta. Suv bo'ladi, bitta kattaroq bachoq bo'ladi. Bu 60 talik bachoq 4 kunga yetadi. Mana shu 16 ta quyonga 4 kunga yetadi. Keyin joylar bo'lishi kerak. Havo aylanadigan mana hozir mana o'rgimchak to'rni ko'ryapsizmi? Shamol tepada shamol haydayapti u tomonga. Bu esa Spark mashinani difuzor deyiladi. Radiatorini sovutadigan narsasi.
Bu go'fa karton. Suv aylanadi, shuni hisobiga ham xona namlanadi, ham soviydi. Mana hozir 25 gradus 50, влажность 50. Shunaqa gaplar. Kimga agar qiziq bo'layotgan bo'lsa, mana marhamat, arzonroq varianti, qafasni o'zingizlar yasaysizlar, arzonroq varianti yoki ferma sharoitida bunaqa emas, mana bunaqa fermalarda ko'rganman. Buni o'zimizda ishlab chiqaryapmiz, adashmasam. Bo'ldi. Endi qolganini sizlarga nechta qanaqa kerak o'zingizlar hisoblab olasiz. Misol uchun mana bu yerda bu 50 ga 50 adashmasam, 50 ga 60 mi shunaqa. 70 ham даже menimcha. Ko'p. Bu yerga lekin ko'proq quyonni sig'dirsa bo'ladi. Bu yerda 5-6 tani sig'dirsangiz bo'ladi. 5-6 degani mana kattalardan emas, mana unaqa so'yishga tayyor qiladigandek. Ana uni misol uchun so'yamiz. Ana shulardek quyonlarni 5-6 tasini tayyorlasangiz bo'ladi. Taylab olsangiz bo'ladi. Mana bu qafaslarimizda 3 ta, maksimum 4 ta, lekin 4 ta sig'may qoladi-yu, 3 ta sig'adi. Mana katta bo'lguncha. Quyonlarimiz mana shunaqa holatda suv ichadi. Xo'p, ovqatiga keladigan bo'lsak, ovqatni ham bir qator gapirib o'tdik. Ovqatni sotib olib berishingizga to'g'ri keladi. Bitta quyonga 10 kilo, 1 oylik, 3 oylik, 3 oyligigacha 10 kilo. Ana uni kattalarga ham plus minus shunaqa hisoblab ketaverasizlar. Plus minus. Endi kattalar chunki alohida bolali bo'lganda ko'proq yeydi, keyin bolasi ham qo'shiladi, undan ham ko'payib ketadi. Shunaqa joyi bor. O'ylaymanki video manfaatli bo'ldi. Savolinglar bo'lsa, keyingi video nima haqida bo'lishini xohlasanglar, shu haqida kommentariyada yozib qolsanglar, obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Bizning Telegram guruhimiz bor, Telegram kanallarimiz bor. Shunga ham obuna bo'lib qo'ysanglar, foydali ma'lumotlarni u yerda ham bo'lishib boramiz. Issiq ma'lumotlarni, YouTube'ga qo'yilmaydigan ma'lumotlarni. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Taklif bo'lsa bemalol kommentariyada yozishinglar mumkin.